Vay azamat baldarım. Azamat baldarım, azamat. Qanday sen жақсы bu? Qanday жақсы bu? Ata qandaysiz? Жақсы bu, desa жақсы bu. Kampir qanday? Yaxshi, rahmat. Salamatsizlik densoqliklaringiz Salamatsizlik, yaxshi, rahmat. Yaxshi nima qilganingizga. Rahmat sizga ig'lik, yaxshiliklar bo'lsin. Rahmat, ig'lik, rahmat. Qanday rahmat, rahmat aka. Rahmat. Aka qanday yaxshi bu? Desa yaxshi. Ata qanday yaxshi bu? Desa yaxshi. Qancha chiqdingiz? 80 ta. Bala keslerle. Sonra qanday Rahmat, cho'ng rahmat ishingizga. Qanday salom qilasiz? Qanday salom? Ey o'g'lim salom. Salomasiz, qanday salom? Assalomu alaykum. Ajig'i qanday sasizmi? Ko'rsatlaringiz yaxshi. Salomlar, qanday yaxshi? Qanaqa saqallar? Ata, jo'ja kel. Ey o'g'lim salomat. Ay azamat kasabchilik. Qana bismillahirrahmanirrahim. Qana ata. Aq yo'lda yo'l bo'lsin, ha? Qarmadingizmi ata? Qarma. Qana qo'l chopib qo'yingizlar. Qo'l chop. Rahmat. O'sha qizlarga berib qo'yinglar. Qana yuringizlar. Ko'pdan kutgan yo'l bo'ldi ata, bulcha. Hava. Ko'pdan rahmat, shu biz kun-tun rahmat deb. Shine Qachondan beri bu qachon bo'lib degani elning ayrim so'zlarini qo'yib. Bo'lvoy qilat demidi va. Ana buni soati chiqqan ishtamanda bo'lgan elda tuybay qoladi. Ava, xudo xolasa. Rahmatchilarga birinchi bu tushga kirmagan ishlar bo'lib o'tadi. Ava, xudo xolasa. Mana ek balasi odam shu yurolmaydi. Rahmat. Xudoyim sizlarga shu ishlarga yig'ilib bizga Xudoyim berdi-da. Rahmat. Alloh taolo shuni Rahmat ata. Gelip buna bar joqda chiqarib. Ya, xudo xolasa. Mana elga yaxshi bo'ldi va Xudoga shukr, mana qiyla yo'llarimiz bitib, elga yengilchilik bo'lib, biroz qiynaldingizlar, endi. Qiyinchilik bo'lmaysa, Yaxshilik bo'lmaydi. Ava. Endi qilsa, Aka, assalomu alaykum. O'g'lim salomat, yaxshi. Salomasiz, qandaysiz? Insonlar yaxshi, ishlar yaxshi. Bu Mamurova ko'chasi, Jalpayanti 2 kilometr 300 metr. Mamurova plus Kalina ko'cha. Buvshi Kalina Azarqamur temir ko'chasi и Kokumbi ko'chasini hurmatli prezidentimiz Sadir Nurxo'jayev tomonidan Saf fondidan 586 ming so'm qaralgan. Onun içinden bir 350 milyon aldık. Oşonun içinde bunaki keço Amur Temir koçonu açtık. Bu ikinci Mamurova koçonu açıyorduz. Xudo qalasa bir avgustun bir 10'una qalbasdan Kokumbi koçosunu açıyoruz. Oşonun to'liq boydan 586 milyon so'm özleştirgen bo'lamiz da. Bu yol qanchaga ketdi shunda qarajat? Bir 3 yol birigi 586 milyon so'm qaralgan. O'sha Mamurova, Amur Temir, Kokumbi ko'chasi. Hozir mana el qiynal başında bu o'zinglar bilasizlar da, qish bilan былтыр kuzda qazilib qoldi, o'shal bo'ydan turdi da, sizlar jana batqaqchilar yo'l bo'libchi. O'shani tezroq shu yo'lni, главный yo'lni bitirib dedik. Latoktor bilan aytganda irrigatsiya trotuarlarni xudo qalasa shu bir 10 kunning içinde bitiriyoruz buyursa. Mamurova ko'chamiz основной yo'llarning biri de o'shul tetigi sentrdan buna arava направлениясына ketgan arava no'qat o'sha yoqqa qatnovchi yo'llarning biri de bulchu. Bunday yo'ldan bizde buna xudo qalasa hozir Mamurova ko'chasini расширение qilamiz. Bu ko'chamiz bitdi. Endi tetigi Alisher Navoiy bilan G'aparayev ko'chasiga parallel bu eng kerakli ko'chalarning biri de. Aslında arteriya. O'shal
Kana ata. Amin. Jazakallah khairan kasiran kasiran. Havalı Xuda birinci adam balasına den soğuduk. İkinci şu vardık işlerine iyilik. Amin. Den soğudunlar çın bolsun memleket başçıları. Jana bizim yerimiz. Şu kılgan işin yerden zeyintirin Allah Ta'ala. Жақшылықтың нефсіменен атағылған болсын. Рызқыңар кең болсын. Ықвалыңар биік болсын. Дайма елінің ішінде қара қылды қақ жарған жақсы жетекшілерді Аллахым нәсіп қылған болсын. Андай тілек мақсатыңар болса Аллахым қабыл қылсын. İşlerіңізге игілік болсын. Amin. Allahu Ekber. Afzal toy bolsun hep yolunuzlar ata.